Assalomu alaykum, xayrli yakshanba hammaga. Angliyada har bir mahallani o'zini high street bo'ladi, ya'ni sentr bo'ladi. U sentrda kafelar, restoranlar, shoppinglar, sentr anaqalari, har xil magazinlar, har xil xullas aralash-quralash man turgan joyda hamma kulturaga tegishli, ko'p kulturaga tegishli magazinlar bor. O'sha yerda aylanib bitta o'zimga vaqt ozgina ajratdim va ayol kishi nima qiladi, ko'chaga chiqsa shopping qiladi. Так что kelinglar bilan men olgan narsalarni sizlarga ko'rsatib bo'lishaman. Birinchi bosh qilgan narsam ular Tiki Maxxga kirdim, Bootsga kirdim, u yerdan ikkita narsa oldim. Zamni birinchi maqsadim o'zi ko'chaga chiqishga kraska edi. Men bu kraskadan foydalanaman. Bu rangi shikarniy jigarrang oti Universal Light Brown, universalniy светлый коричневый degani. Xullas, oqlarim ko'rinmayapti. Bo'yash kerak. Naверное, mix and match bo'ladi. Bir yetib oldim. Britvam eskiribdi. Shotkasi eskirgan ekan, shotka oldim. Big teeth, katta tishlari chiqishiga boshqacha anaqasida qatimlida shotochkalar bo'ladi. O'shani oldim. Zubnoy pastasi tugabdi, естественно, zubnoy pasta oldim. Oral-B, hand sanitizer, aloe vera bilan. Mana buni kim biladi nima bu? Sal bunaqa ko'rsataman. Xullas, bu bunaqa sal torroq futbolkalar kiysizlar-yu, o'shanda Kreluvchi yopilib turish uchun silikonli va shunaqa narsalar ishlatib ko'raman. Mana bitta ko'rsatgan, bunaqa kichkina o'rniga polni bunaqa kleysiz, bir xillari kley bilan bo'ladi. Bu kleysiz ekan, teringiz o'ziga bunaqa yopishar ekan. Xullas, korobka ichida korobka ekan. Bu отдельно saqlanadigan korobka ekan. U ichida открыточка bilan qanaqa ishlatishi yozilgan va oti buni Cakes Body. Bunaqa magnetik bilan ochiladi. Wow. Har xil shape, har xil formada. Mana bunaqa paketlar ekan va mana bunaqa silikonli narsalar bo'ladi. Keyin buni bittasini ajratib ko'ramiz. Yopilgan bunaqa. U bu butun ko'kriklarni. Umuman kley yo'q, lekin qo'lingizga mana bunaqa qo'limizga yopishtirib ko'ramiz. Qaranglar yopishganda buni. Xullas, tushundinglar haqqa. Wow, zo'r ekan. Menga yoqdi. Ishlab ko'ramiz. Menga ikkita koftachka oldim. Bittasi bilan bunaqa qora, kelinglar uzoqdan ko'rsataman, kiyib ham ko'rsataman. Crop top ekan, sal mamtandoq buralgan, ko'rinadimi yo'qmi? Orqasi rezinachkada. Va oxirgisi yana bitta koftachka oldim. Oq shimim, oq yubkam bor. O'shanga juda ham chiroyli tushadi degan umiddaman. Bunaqa fonarikli yenglari. Orqasi buni ham yig'ilgan rezinachka. Lekin mamtan tushgan korsetga o'xshab bunaqa chok tushgan, o'shalari juda yoqdi. Birinchi koftachka. Orqasi cho'ziladi, udobniy. Bunga bir nima pastiga, hatto jinsilar bilan ham chiroyli turadi. Crop top. Ikkinchi koftachka. Yozga как раз. Buni ham pastiga yo jinsi, yo yubka, yo классический shim. Bo'ldi, hammasiga bir 80 funtni ishlatdim.